mukallaf. Qilmasa javob beradi, qilsa ajr oladigan maxluq. Inson bilan jin. Xuddi bizlar iymon keltirganimizda iymon keltiradi. Bizlar lekin ularni mana bizni o'rtamizda yaratishga qarshi. Bizlarni ko'rgan go'zal chiroyli. Alloh taolo odamni yarataman, Jabroil odamni yarataman. Yaratadigan insonning surati manadir. Odam alayhissalomni suratlarini ko'rsatgan. Maqrutini ko'rsatganda subhanalloh, yo Alloh, qudrating shunchalar buyuk. Hamma ayb nuqsonlardan qo'rqsam, yaratadigan odamning shunchalik ham chiroyli bo'ladi. Shunchalik chiroyli. Jinlar esa beo'xshov. Kim ko'rgan? Ko'rganlar bormi? Ilohim ko'rgan. Jinni bir marta ko'rsangiz hayotingiz mazasi bor. Yo'qlari ko'rgan hosilda. Orang kena asam lahwal terapnya ke bini lah. Umuman mazasi bor. Quvvat jihatidan ham juda ular bizlarga qaraganda kuchli. Juda katta quvvat. Tezlik jihatdan ularga buton ishi to'g'ri. Bizlarga nima yo'q? To'g'ri. Oddiy bir sanoqchi devordan sakrab o'tishimiz. Eshigimizda bitta kichkina qilib ko'rsa, uni ochmaguncha biror. Ularda bunaqa ishni shunchalik qilyapti. Sulaymon alayhissalomning Naml surasidagi oyatlardan biladi. Sulaymon alayhissalom ashablari bilan jinlar o'tiribdi. Yamanni podshosi Belqis iymonga kelgan. Dinimizni qabul qilib, musulmon bo'lib, mana payg'ambarligimizni tan olib, hozir Yamandan Qudusga kelyapti. Yo'lga chiqdi lashkarlari bilan. Shu yetib kelmasdan oldin shuni o'tirgan podshohlik taxtini menga kim o'ttirgan? Qarang. Sulaymon alayhissalomga taxtdan Belqisga yana Xudoning qudratini ko'rsatib keladi-da, qarang. İşte. Yana haybatini Allohning qudratiga oshirish uchun knopka beradi. İfrit degan jinni. İfrit nomli jinni. Ya Rasululloh Sulaymon alayhissalom menga ruxsat qiling, o'sha Yamandagi bir taxtini siz o'tirgan o'rningizdan biringiz choptirgan. Samolyotdan buni qilib ulgurmaydi. Million tezlik yuradigan samolyotdan raketga minib Yamanga borib, Yamanga borib, o'rningizdan turdi. Bundan ham hisob keladigan bormi dedi. Qarang. Shunda sahobiylardan bittasi turdi, sahobalardan. Unga hikmat ilm berilgan, ya'ni Allohning vali do'st degan. Burada Rasululloh alayhisalom mana shuni ruxsat qilib, siz ko'zingizni ochib ko'nglingiz choptiring. Qarang. O'tirib turish bilan ko'z ochib yumish o'rtasida qancha farq bor? Anchagina farq bor. To'g'rimi? Ko'zingizni ochib, shunday yumshab ketadi. Oxirida voqeda ey Alloh, ana shu birinchi taxtini oxirgi zamon Muhammad alayhissalom payg'ambarning dunyoga kelganida bu payg'ambarga hurmati qatda o'sha taxtni hozir Sulaymon alayhissalom ashablari Xudoga vali deganda kimni vasila qilyapti? Rasululloh. Solih alayhissalomni qavmi Solih. Mana bu farzand, ko'ryapsanmi? Avtobusda farzand ko'rsa. Mana shu farzandning duoyi bilan yo'q. İçinden tuya çıksın. Botalog'i yonib turgan bo'lsa, nima yantoyib qaynab turgan bo'lsa, umuman iloj yo'q narsani ko'radi. Bu nimaga so'rayapti? Iymon keltirib shart qo'ygan. Bunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam
qo'yib qo'ygan shartlar. Bular sen undan keltiramiz. Boyinglar bo'lsa, undan keltiramiz. Undan keltiramiz. Hammasi tayyor. O'sha payg'ambarimiz futbol. Futbol to'g'ridan buyur. Rasullarning yonida. Futbol qiladi. Futbolda bilan siqib qo'yadi. Mana narsasi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom voqealar yo Allohning oxir zamon payg'ambari xotaman nabiy bo'lgan Muhammad alayhisolamga qarshi xizmatlari so'raydi. Ashtobdan so'raganlar pastga yorildi. Qarasa bular ovqat yetib turganda bolasi yo'q. Buxoriy rahmatullohi aytadilarki, Solih payg'ambarning qavmi Solih alayhisolatu vassalomdan boshqa chiqqan pulni chiqarib berishni so'raganida 5 so'mdan Xudo taolo uyani toshchiga qo'yishdi. Toshchidan uyaki rizqsiz qolmadi. Razzoq Robbisini asal ochilib boshqalasa boshqalarni o'zimizni gapimizga kelib mana nimaga desa bizarib turgan hudud bor qolgan. Rasululloh mahbasi keldi. Bundan qamoqxonasi. Payg'ambar alayhisolom Toifga bordilar. Toifni da'vat uchun bordilar. Ramazonni bormadi. Vaqt degan da'vat uchun bordilar. Lekin u yerdan kalta yeb berdilar. Ertaga Toifga borganda buni voqeasini batafsil harakatlantirdi. Borib kalta yeb keldilar. O'g'illari Zayd ibn Horisa piyoda yurganlar. Ertaga Yerevandan chiqqanda Rasulullohning chiqqan yo'llarini ko'rasiz, qanaqa mashaqqat, qanaqa qiyinlik. Ertaga Uhud tog'i haligi Hiro g'origa chiqqanimizda ko'ramiz bu tog'lardan qanaqa chiqqanlik. Nima uchun? Biz uchun. Bizni kelajagimiz, bizni hayotimiz, bizni yashashimiz, bizni najot topishimiz, bizni do'zaxdan qutulib, bizni jannatga kirishimiz uchun shu zahmatlarni qildilar. Ummat uchun qildilar. Kelgan paytlarda bomdod namozini vaqti bo'ldi, bu yerlarni Nahla vodiysi mintaqasi deyilgan. Nahla. Bu yerda bomdod namozini o'qiyotganlarida bu yerda qurmozor bo'lgan ekan. Bomdod namozini o'qiyotganda Ar-Rahmon surasini tilovat qilgan. Ar-Rahmonda bilasizlar, til yarimi fadilai ala bitta so'z qayta o'tishib Payg'ambar Qur'on qilayotgan paytda shu yerdan 7 ta jinlarning katta qabilasini raislari o'tib qoladi. Ya'ni hokimlar o'tib qoladi. 7 ta tumanni hokimlari o'tib qoladi. O'qaydi. Mana shu emasmi deydi. Bizni osmondan qo'shgan qalom shu emasmi? Nimaga qalom qo'shgan? Bundan oldin jinlar osmonlarga chiqadi. Osmonlarga chiqadi. Farishtalarning gaplarini eshitadilar. O'zlarining oldinlariga olib ketdilar. Ana. Payg'ambar qalbinga borsa, boradi-ku. Farzand ko'rmayapti, o'g'lim, qizim olmayapti, pulni noqi, ishni ishlayapti, boradi. Ammo olib borib qo'yadi. Kim borsa, o'sha folbin bir narsa deydi, hozirgi kelgan ekan, undoq qiling. Ha u najot bersa, folbinni qizi qaytib ajrab deb o'tiradi bu. Birovga foydasi. Kelini ketib qoladi. Yo uyda bedavo nogiron farzand bo'ladi birovga shifo bo'ladi. Borku shunaqa, to'g'rimi? Qanaqa yordam? O'shani aytgan gapiga biror so'm bersa, biror narsa bersa, Qur'onga kofir bo'lib ketadi. Menga nozil bo'lgan Qur'onga kofir bo'lib ketadi. Nima uchun desa, olvunlar qolgunlikni bo'yniga olayotgan paytda jinlar uni xizmatini qilishligi uchun bitta shart bor. Bu shartdan bo'lsa, Qur'oni Karimni varaqlarini yirtib, oyog'ini tagiga bog'lab hojatxonaga Qur'onga butkul kofir bo'lgandan keyin kofir jinlar uni xizmatini qiladi. Nima desa qiladi. Mandat qiladi. Birovni sehrlar qiladi, birovni yog'iladi, ta'sir qiladi. Kimlarni? O'sha Payg'ambar alayhisalom tug'ilgan kechada osmonga chiqqanda farishtalar ularni o'sha yulduzga o'xshagan chaqmoqlar bilan urib qolgan. Aqli yetmagan, tushunmagan. Nima bo'lyapti o'zi? Dunyoda bir hodisa bo'ldiki, bizlarni osmondan qolgan.
butun yer yuzini izlanglar, qidiringlar. Mana shu bizlar osmondan haydalishimizga sabab bo'lgan ishning sababini topinglar deb butun yer yuzini topisholmagan. Xudoga olib. Oradan qancha o'tdi? 40 yil o'tdi. 40 yil o'tgandan keyin mana shu yerda jinlar bilan Payg'ambar alayhisolatu vassalomni va jinlarni osmonga chiqishga to'sqinchilik qilgan kalomni. Mana shu mas'ullarni osmondan to'sgandan keyin hammalari namoz o'qib bo'lgunlarcha yig'lashib, Payg'ambar sahobiylarga aytgan. Ar-Rahmon surasining sahobiylarga aytgan hammasi turibdi. Jinlar har bir Robbimizga qaysi ne'matlarni yolg'onga chiqarasiz? Robbimizga qaysi ne'matlarni yolg'onga chiqarasiz deganda, vallohi biz Robbimizdan ne'matlarni birortasini yolg'onga chiqarmaymiz deb javob aytdik. Shu birodarlarimiz sizlardan ko'ra yaxshi ekan dedilar. Har bir fazilatlarni o'qishlarni javob qaytardik. Keyin namoz o'qib bo'lganlardan keyin Rasululloh bilan ko'rishganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirganlar, bay'at qilganlar va o'shalar borib tumanida o'zlarini qarab yurganlar musulmon. Iymon keltirdi. Endi har hodisaning qolamiz, falonchiga jin tegibdi, birinchiga jin tegibdi, unga foydasini islomga o'qigan narsalar. Eshitgansizlar, jin tegibdi. Nimaga? O'zidan o'zi valvoz ishlarni qiladi. Kuladi, gapiradi. O'zidan xavotirga tushib qolasizlar. Endi bolasi 30 yildan beri birdan g'oyrat chiqsa, vahimaga tushib qolasiz, keyin yugurashib qolasiz. Hol bo'lmasa asosiy shifokatchi bo'ladi. Jin kiribdi deydi. Boradi shifokatchi. Nimaga? Shifokatchi uchinchi shart. O'sha hodisa, o'sha bemorga qachon hozir bo'ldi, qachon paydo bo'ldi? Kimni uyida, qayerda, daladami, toshdami, tog'asini uydami, amakisini uydami, buvisini uydami, oldin o'shani biladi. Falon joyga borib o'sha odam shunaqa bo'ldi. O'sha joyga boriladi. Shomdan keyin ularni butun o'limga tarqab ketgan payti bo'ladi. Dinlardan kechirim so'raydi. Xuddi alibor inson bir insondan kechirim so'ragan. Ey jin birodarlar, mana o'g'lim va qizim va ayolim yo'qligini sizlarga buni bilmasdan zarar yetkazib qo'ygan bo'lsa, sizlar ozod chekib qolgan bo'lsanglar, Xudo uchun kechiringlar. Sizlar Rasulullohga va'da qilgansizlar. Yo Rasululloh, sizni biror bir ummatingizdan bir insonga zarar yetkazsa, ilon, mushuk kichik suratida ko'rib ularni qo'rqitsak, sizni shafoatingizdan mahrum bo'laylik deb va'da qilgan. O'sha va'dani eslanglar. Dunyo o'rtasida ma'lumotchi yashaganlar. Lekin oxiratda bu shafoatdan mahrum bo'lasizlar deb eslatadi. Va'dasi eslatadi. O'zi jinlar juda quvvatga ega bo'lgan bilan aqli 5 yashar bolani aqli. Hammasi. 5 yashar bolani hamma narsadan qo'rqitsa bo'ladi. Ana hajimlarda, ana maqomlarda, ana uyatda qo'rqadi. Bitta narsani anglasizlar bo'ladi. Aldasizlar bo'ladi. O'shanda qilib qo'rqoq oldin mush ko'tarar deganday ishlaydilar. Qara, haligi yozda issiqlarda hovlida holim yo'qligida qo'rqoq deydi. Aman ko'rib o'tirmay, nazar ko'rib man seni ko'rib turibman, qara deyman. Xudo ko'rsatmasin degan. Xudo ko'rsatmasin, mani oilamga, mani bolalarim, navaramga biror zahmat yetkazsang, men seni kim bo'lganing yetmayman degan. O'zingga baxil qil. O'shaning o'zidan ham qo'rqadi. Bu bilan hazillashib qo'ygan. Bu bir narsaga ishonganlar, o'shanga qilib. Endi kimga yopishadi desa, o'sha nopok joylarda nopok bo'lgan insonlarga eslatadi. Mana masalan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam daraxtlarning orasida, devorlarning orasida, yorug' joyga peshob qilishga, davlatga to'xtatdi. Tezaklarga, suyaklarga,
Endi ular tezaklar bilan suyaklarni istinjo qilmaslikni nimaga buyurdilar desa, musulmonlardan qolgan hayvonlar, ya'ni bismillahi Allohu akbar bilan so'yilgan jonliqlarni, bizlar go'shtlarni maza qilib yeb olamiz, quloqlarini qoqib yeb olamiz, quruq suyak qoladi-ku. Ana shu suyaklar ularning ozuqasidir. Bizlarni hayvonlarimiz, sigir, eshak, otlarimizni tezaklari ularni minib yuradigan ulovni ozuqasi bo'ladi. Shuning uchun ularga istinjo qilmaslikni buyurdilar. Endi masalan, men Obidullo bilan gaplashib turdim. Bu yerda turdim, bir odam o'tib ketyapti. Turdim o'shanga. Kechirasan, bilmay qolma, Xudo haqqi, men bilmasdan qolmasam, yana ichkisi bor. To'g'ri? Endi ichkisi bor. Nima qilib gaplashib, bitta Bugün tushdi. Lekin yillardan bunga qarayapti. Har qanday odamga bunga qarab tursangiz, nimaga o'ylayapsiz? Dunyoda shu narsa bor. Kechirim so'rash kerak. Xudo haqqi kechiringlar shu bolamni. Sizni kechiringlar. Bilmay qolgan. Sizlarni ko'rmasdan turibsiz. Masalan, ayvonda o'tiribsiz, so'rida o'tiribsiz yo stulda o'tiribsiz. Bunda choyni bunda chayqadingiz, jinni ustiga tushdi, qaslashasiz. Bir zarar yok. Hojatxonaga kirishlikda nima deyish kerak? Bu yerga oyoqni qo'sh tish. Auzu billahi minal xubsi val xabos. Parvardigor menga mana shu yerda erkak jinlardan, ayol jinlardan yetadigan zarardan o'zini saqla. Bismillah deyishligiz, bismillah deyishligiz hojatxonaga kirganda avratingizni ochasiz-ku iloji. O'sha avratingizni ko'ziga parda bo'ladi. Avratingizni jin ko'rolmaydi. Jin yaxshi ko'rib qolgan odamlar bor. Jin xotinlikka tekkan odamlar bor. Jinni xotin. Bor. Asava qildi. Yaxshi ko'rib qolsa bo'lmaydi. Ana shuning uchun shu ma'lumotlar bizlarga hayotimizda hayotli Parvardigor borib qo'ygan ekanlar. Endi bildim, buni joylarga. Endi boyagi kechirim so'ragandan keyin o'sha hodisa bo'lgan joyda kechirim so'ragandan keyin masalan unga borib, dadangizmi, ukangizmi, bolangizni tutamib qo'yibsiz, o'sha shifokasi. Sababini qildingiz. U kechirmasdan turib, bu yerda mana masalan birovni qaqshatdingizda, molini olib oldingizda, lekin o'sha 1 million pulni oldingiz, birovni yedingizda, boshqa yetim yesirlarga, muhtojlarga milliard dollar hisob qilganingizda ham boyagi odam rozi bo'lmasa, u haqqini beradi. Million dollar hisob qildi-ku shuni haqqi. U rozi bo'lishi kerak. Xuddi shunday jinlar ham oldin rozi bo'lib kechirish kerak. Bundan keyin damsasa bittada chiqish bo'ladi. Rivoyat jinlar ta'sirida, oila a'zo, mahallalarimiz, avlodlarimizni Xudo asrasin. Bular jin bo'lgan bilan faqat yomonlik qilib, ularni yaxshilik qiladigan joylar ham bor. Adir joyda, dala joyda. Qarang, kim ulovini qo'lidan chiqarib qochiryapti, otiz ketdi. Ushab beradigan, to'sib beradigan hech kim yo'q. Kim yordam beradi? Kim ushab beradi? Eshagingizni qo'shdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Bitta ulovi qochgan olsa, ey jin birodarlar, mani ulovim qochib ketdi. Shuni tutib beringlar, deb yordam so'raylar. Alloh haqqi yordam beringlar deganda jinlar tutib berdi. Men o'zim hech ham mana shunday duo qildim, o'zim hayotimda. Shunday hech qayerga bora olmaydi. Anda qiladi, yaqinladi vaqtida devor bo'lgandek, bo'l, ketoldi. Mana jinlarning foyda tomoni ham bor. Janglarda ishtirok qilgan. Haligi Badrda ko'p ishtirok qilgan. Bundan sonra shuning uchun jinlarning hammasi ham yomon emas. O'sha kofir sarkar jinlarning ta'siridan hammamiz o'zi asrasin, farzand navaralarimizni asrasin. Jin tekkanlar bor. Allohim jinlarga insof bersin. Jinlardan kechirim so'raymiz, ey jin birodarlar, bizlarning yurtimiz, millatlarimiz bilan bilib xato bilan haligi qo'yganimizni kechiringlar Alloh haqqi. Qiyomatda shafqatlar yana qayta kelib bu kechqurun osmonimiz jannati muallo deyiladi. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bobolari ham mana shu yerda yotibdi. Abdul Muttolib bobolarimiz mana shu yerda yotibdi.
Mana bu toshlar qabr. Qarangda, qancha sahobiylar, qancha Rasulullohning xizmatini qilgan, dinning xizmatini qilganlar qabri mana shu. Bizlarda peshonasi bir marta sajda ko'rmaganlarning qabri qani? To'g'rimi dabdaba? Ashaba. Ashirda qancha sahobiylar, yo'q daraxt turibdi. Ashir Hadicha onamni qabrlari. Yil 12 oy bir qultum suv ichmaydi. Bir qultum suv ichmaydi. Biroz suv ichmaydi. Lekin Hadicha onamning hurmatlari kun ko'y bo'lib turadi. Yozin qishin kun ko'y. Qurimaydi. Biror marta bariga yetib. Qarang, Hadicha onamning barakotlari shu darajada. Hadicha onam Hadicha onam Makka Mukarramada tug'ilganlar. Hadicha onamni davrlarida tug'ilgan paytlarda arablarda o'zini pushkamardan bo'lgan qiz farzandlarni tiriklay ko'mish bor edi. To'g'rimi? Tiriklay ko'madi. Ko'mmagan otalar malomat qilardi. Sen erkakmisan, qanaqa odamsan, hali ham qizingni ko'mmadingmi deb ko'mmaguncha qo'ymas ekan. Shundan shu malomatlardan ham qo'rqib sog' bo'ling. Ko'pchilik qizlarni cho'lga olib chiqib tiriklay ko'mib tashladi. Hatto bu ishni Hazrati Umardek zot ham qilgan. Qizimni yelkasidan bosib, qarang, qizimga qabr qazyapman. Qizim meni oyoqlarimga tushgan qumlarni, soqollarimga tushib, changlarni qoqib turibdi. Dadajon qum bo'pti deb. Shunda ham qabrni qazidimda borib bir tepib yelkasidan bosib turib bitta oyog'im bilan ustiga turpoq tortib. Bu dadajon meni ko'mmang, meni o'ldirmang deb shunaqa chirqilladi meni quloqimga. U eshitdi. O'sha maydondan chiqib ketguncha shu dadajon ko'mmang degan tovushi meni quloqimga kelib turdi. Nega shu ishni qildim dedilar. Chunki iymon degan narsa yo'q edi menda. Islom degan narsa. Islom keldi, payg'ambar alayhisolatu vassalom keldi. Va izal mauudatu suilat bi ayyi zamin qutilat. Bu qizlar qaysi gunoh uchun ko'mildi deb ertaga savol qilsam nima deb javob berasizlar degan mazmunda oyat nozil bo'ldi. Shu ishlar to'xtatildi. Hadicha onamni otalari Hadicha onamga u muomalani qilmadi. Nihoyatda mehribon bo'ldi. Juda go'zal tarbiyaladi. Otalari juda oqil odam edi. Qizlarni yaxshi ko'rardi. Hatto Hazrati Hadicha onam otalaridan shu ishni ko'rganligi uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tekkanlardan keyin ham kechasi yarim kechada eshiklar taqillar ekan. Bir olsa bir ona kelgan bolasini quchoqlab, qizini quchoqlab kelgan, "Yo Hadicha, meni bolamni faqat siz qutqara olasiz. Meni bolamni siz qutqaring, chunki erta bilan erim ko'mib tashlamoqchi. Shu bolani sizga olib keldim" deganda, nechta qizlarni tiriklayin ko'mishdan saqlab qolgan onamiz. 2 marta turmush qurganlar. Otiq ibn Obid, Nabbosh ibn Zurora ikkinchi yerlari. Birinchisi Otiq ibn Obid. Tekkanlar 17 yoshlarda turmushga chiqqanlar. 17. Otalari tezroq turmushga chiqqanlar. Juda chiroyli bo'lganlar, juda go'zal bo'lganlar. Shuning uchun Hadicha onamni sovchilari ketma-ketib uzluksiz kelgan. U Otiq ibn Obid tijoratchi ham axloq jihatdan, odob jihatdan yaxshi bir inson bo'lganligi uchun o'shanga berganlar. Bitta qiz ko'rganlar, 2-yilini oxiriga yetmasdan dunyodan o'tgan. Keyin beva qolganlar, otalari yana turmushga beraman deb keyin Nabbosh ibn Zuroraga berganlar. U odamdan 2ta o'g'il farzand ko'rganlar. Bir kun 2ta. Birinchisini oti Hind, ikkinchisini ismi Xola. Xola ko'p uzoq umr ko'rib payg'ambarimizga islomga kirib, islomda ko'p xizmat qilganlar. Hazrat Alining davrlarida Jamal urushi bo'lgan. Fitna, sahobiylar bilan sahobiylar urushgan. O'sha Jamal urushida shahid bo'lganlar. Undan keyin ba'zi bir rivoyatlarda aytdiki, ikkinchi eri juda zolim edi. Juda qum bermaydigan, uradigan, so'kadigan odam edi. Shundan keyin undan ajrab deydi. Ajrab turmush qilmaslikka ahd ichdi. Birinchi yerlardan juda katta boylik qolgan edi. Otiq ibn Obiddan juda katta boylik qolgan edi. Keyin umrlarini butunlay tijoratga sarf qilib, tijoratni yurishtirdilar. Tijoratlari juda katta bo'lgan. Makka mushriklari 10 ta, 15 ta, 30 ta, 50 ta, 60 ta qilib bitta karvon qilsalar, Hadicha onamni o'zlarining mollari bitta karvonda, bitta
karvon bo'lgan ekan. 300-400 ta tuyani tashkil qilgan. Lekin Hadicha onamni ish boshqaruvchilari, biznes boshqaruvchilari ko'pi xiyonat qildi. Makkadan olgan mollarni olib borib turib, yo Hadicha onamiz biz berib yuborgan mollaringiz borsa Shomda rosa narxi tushib ketibdi. Siz aytgan narxga sota olmadik deb arzimagan pul bergan. Yoqdan olganlar, olib kelgan bolalar, yoqda qimmat bo'lib ketdi, o'ta qimmat oldi 3-4 barobar deb, men shunda qilib har ikki tomondan foyda ko'rib, Hadicha onamizni hech ko'kartirmagandi, lekin Alloh taolo ihsonni qilar ekan. Shunaqangi saxovatli yetim yesirlarga Alloh taolo barakasini beradi. Lekin bu kishi bitta sadoqatli, rostgo'y, ishonchli odamga muhtoj edi. Payg'ambarimizning amakilari Abu Tolib bobomiz payg'ambarimizni uylantirish niyatida yurardilar, lekin hech birini yetkazib ikkinchisiga yetkiza olmasdi. Qo'llarida mablag' yo'q edi. Katta mahr berilardi. Shuning uchun hech iloji yo'q edi. Shundan unga yordam, bunga yordam. Keyin oxiri qaror qildiki, shu Qurayshni boyi Hadichaga bir borib, jiyanimga bir ish so'rab ko'raychi dedi. Bordilar, menga jiyanim bor, oti Muhammad 25 ga chiqdi, uylanadigan yoshga yetdi. Shuni uylantirishim kerak. Shunga bir yarasha bir ish bersasiz dedi. Hadicha onamni qarang axloqlarni. Shunga o'zingiz kelmasdan birortani yuborsangiz ham men qabul qilaverdim. Chunki Muhammadning rostgo'yligini, sadoqatli, odobli ekanligini men ko'p eshitganman, jiyaningiz haqida ko'p eshitganman. Shundoq ham olaveraman ishga dedilar. Shu bilan ishga oldilar. Karvon tayyorlandi, mollar ortilindi, payg'ambar alayhisalom karvon boshi yo'lga chiqdi. Maysara degan xizmatchilari bor edi. Maysaraga aytdiki, "Sen ishing bitta. Muhammad bilan birga yurasan, bir qadamma-qadam yurasan, nima hodisa bo'ldi safarda, shuni hammasini oqizmay tomizim menga aytasan." deb vazifa yukladi. Safarga ketdi. 3 oy, 3,5 oy Shomga. Qarang, safar tuya yurishida 3 oy, 3 oy. Bu Suriya. 3 oy, 3,5 oy. Endi yuray takapuka Hadicha onamga. Nimadan takapuka? Molim nima bo'ldi ekan, karvonim nima bo'ldi ekan emas. Muhammad nima yeyotgan ekan, nima ichayotgan ekan, qayerda qoldi ekan deb faqat g'ami shu bo'lgan. Tashvishi shu bo'lgan. Yaxshi borib, juda katta foyda bilan o'rganlar, chunki 12 yoshlarda Abu Tolib bobomiz bilan o'tga borganlar. U paytlarda Buxayro degan rohib bor edi, u mehmon qilganlar, uni alohida tarixi. Keyingi borganlarda tijoratga Buxayro dunyodan o'tib Nasturo degan shogirdlari o'sha Savmada ibodat qilardi, u bilan ham uchrashdilar. Keyin Maysaradan so'radi, "Bu daraxt tagida o'tirgan kim?" dedi. Payg'ambarimiz 25 yosh. "U kim u?" dedi. "U shu bizari karvon boshimiz" dedi. "Bilib qo'y, quloqingda bo'lsin. U kelajakda bo'lajak payg'ambar" dedi. "Bu ummatga payg'ambar mana shu zot" dedi. "Uni mahkam ushlaylar, buni ehtiyot qilinglar" dedilar. Keyin ular o'sha yerda savdo sotiqlarni yaxshigina pulladi, sotdi, pulni katta foyda oldi. Oladigan narsalarni arzon oldi. Olib kelib turib juda katta daromad bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga beriladigan haqni ko'p barobar, 3-4 barobar, 5-10 barobar bergan. Shu bilan mollar tarqatilindi, hamma uy-uyiga ketdi. Endi Hadicha onamizda hali halovat yo'q. Shuncha foyda ko'rsa ham qandoqdir Rasulullohni ko'rgilari kelyapti, gaplashgilari kelyapti. Bahona qilib Shomdan olib kelgan mevalardan olib kelsin deb buyurardi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam olib kelardi. Birinchi kirganlarda qarang. Birinchi uchrashuvlarda uchrashuv tashkil qildi. Kesin uchrashamiz jiyaningiz bilan dedi. O'sha paytlarda Hadicha onam Saudiyaning eng brend duxisini separdi. Bunaqa duxiy hech kim sepmagan. Shunaqa zo'r duxiy separdilar. Payg'ambar alayhisalom Hadicha onamni xonalariga kelish bilan Payg'ambar alayhisalomning tanalaridan chiqayotgan hid Hadicha onamni duxiy yo'q bo'ldi. Hayratda qoldi, bu duxiy qanaqadan bu hid bo'ldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning vujudlaridan kelayotganini hali bilmas. Payg'ambar alayhisolatu vasallam go'dakliklarda Halima onam keldilar. Bolalar Muhammadni oldilar, emizgani, olib ketganlar. Keyin ketayotganlarda, "Ey Omina, o'zingizga sepgan duxiydan menga bering" dedilar. Omina onam yig'lab, "Meni duxiyimsiz olib ketyapsiz" degan. "Bu hid meni bolamdan chiqyapti, Muhammaddan chiqyapti.
deb Halima onamizga shu gapni aytganlar. Shunaqa pokiza, shunaqa xilqatda yaratilgan. Men shu bilan Hadicha onamni Nasiba degan dugonalari bo'lardi. Hadicha onam bilan keldilar. Shu bilan gaplashdilar. Turmushga chiqmaslik haqida endi kimga ham endi tijoratimni qilaman. Agar shunaqa odam topsam tegarmiding dedi. Indamaganlar, indamadi. Sukut alomati rizo, to'g'rimi? Chunki amakilari Varaqat ibn Abi Nawfal ham bu tarixda xabar bergandi. Tush ko'rgan quyosh Hadicha onam uylariga tushgan, yoritgan, Makkani yoritgan, butun olamni yoritgan. Hadicha onamizga Varaqat ibn Abi Nawfalga aytganda, "Ey jiyanim, xafa bo'lmay, yaqinda sen turmushga chiqar ekansan" dedi. Turmushga chiqish niyatim yo'q, buni butun Makka ahli biladi deganda, "Yo'q, sen chiqasan" dedi. Shu bashoratlar bo'lib, keyin bu ishni menga qo'yib bergin dedi-da, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga borildi. Ya gaplashib turib, gap kelganda, gapni qistirib, "Nimaga shu paytgacha uylanmadingiz, yo Muhammad?" dedi. Endi uylanishga sal qo'lim qisqaroq, pul topa olmayman mahrga deganlar. Agar shunaqa odam topsam, boy, chiroyli, badavlat odam topsam, ayol topsam, uylanasizmi deganlar. Kimni nazarda tutyapsiz deganlar. Hadichani nazarda tutyapman deganlar. Agar yaxshi bo'lardi, menga tekkanlarda deydi. Shunaqa ishchi oson bitganidan xursand Nasiba. Shunaqa xursand. Chunki bitta odamni hojatini chiqarsangiz, undan ko'ra o'z xursand bo'lib ketasiz-ki, Xudoga shukr, shu ishni bitirib berdim. Ana shunday xursand bo'lib ketganda borib turib, keyin kattalar aralashib to'y marosimlari o'tildi. 20 ta tuya mahrga olganlar. Qiz bermasanglar shundoq berib yormaylar bitta qo'yga 20 ta tuya so'raydi. Chunki 20 ta tuya bergan odam qizni qayda yormaydi, ertaga taloq qo'yib yormaydi. To'g'rimi? Ham 20 ta tuyadan ham xotindan quruq qolamanmi deydi, yashaveradi. Oxiri keyin yaxshi ko'rib qoladi. Shu bilan to'y juda dabdabali o'tgan, juda hamma havas. Makkada faqat payg'ambarimiz bilan Hadicha onamizning oilalaridan haqida gapirgan, bir-biriga degan. Keyin 2 yil o'tib qizlari tug'ilgan. Zaynab onamiz tug'ilgan. Qizlari. Ismini Qosim qo'ydi. O'shandan keyin Abul Qosimni payg'ambarimizga kunya qilib, keyin farzandlari hammasi tug'ilgan. Hamma farzandlari Hadicha onamdan dunyoga kelganda bitta Ibrohim farzandlari Moriya Qibtiya Misr podshohi Muqavqis payg'ambarimizga hadiya qilgan o'sha joriyalardan dunyoga kelgan. U ham 1 yoshi 8 oylikda dunyoda turib Jannatul Baqiyda qabrlari bor. O'sha Abdurrahmon ibn Af, Abdulloh ibn Mas'udlar yonida qabrlarni belgilab qo'ygan. Buni afsus ayollar ko'ra olmaydi, erkaklar kirganda ko'rishadi. Xullas mana shunaqa hamma farzand, bitta Fatima onamiz o'zlaridan keyin qolganlar. O'lib jon berayotganlarda Fatima onamiz shunaqa yig'laganlar, "Ey qizim, quloqingni tutgin" deganlar. Bir gapni gapirganlar, rosa yig'laganlar. Keyin yana quloqingni tutgin, yana bir gapni keyin kulganlar. Oysha onamiz so'raverganlar, "Yo, nima dedi Rasululloh? Nimaga siz yig'ladingiz? Qanaqa gap gapirdi? Keyin nimaga kuldingiz? Nima dedilar?" So'ravergan, yetmaganlar. Qarang, ichini pishirib. Ana sen bitta odam sizga aytadigan bitta gapim bor deydi, keting. Izlaysizku, nima demoqchi eding? Qanaqa gap edi? To'y eshitmaguncha xotirjamlik nimaligini bilmaysizda. Xuddi o'shanda qilib inson tabiatidagi narsadir. Keyin aytganlar, mana birinchi paytda quloqimni yaqiniga chaqirganlari, "Men bugun olamdan o'taman, dunyodan o'taman. Mendan ajrab qolasan", shunda yig'ladim. Keyin kulishimga sabab ahli oilam ichida eng birinchi bo'lib menga sen qo'shasan, sen yetishasan deb aytdilar. Shunda 28 yoshlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin 6 oydan keyin dunyodan o'tgan. Hadicha onam nikohlandi, xizmat qildi. O'shanda safarga jo'nar ekanlar. Qarang, tijorat safari ketar ekanlar. Nima qilish, qanaqa qilib suv bersin, qanaqa qilib ovqat bersin. Nima qiladi? Qarang, qo'nday 3 oy ketdilar. Hadicha onamning pedagogliklarida gullar bo'lar ekan. Mana shu birodarim uylarda gullar to'laydi. Menga o'xshab gul yaxshi ko'rar ekanlar. 5-10 gul sovg'a qilib yubordilar. Ayollar bilan Alloh rozi bo'lsin. Ya'ni eng yaxshi ko'rganini berib yubordilar. Sizlarga ibrat berishtinglar. Faqat pul beravermanglar, gul ham beringlar. O'sha
gulga suv quyar ekanlar, gulga suv quyar ekanlar, go'yoki Rasulullohga suv bergandek taskin topar ekan. Shunaqa mumkinmi? Eringlar safarga chiqqanmi? Erim nima qildi, qayerda qoldi, nima ichyapti ekan deb suv quyganmisizlar gulni tagiga? Baloga yo'liqtirdi. Qulog'im tinch edi deydi, bir 15 kun maza qilib yashadi. Bor shular, sizlar unaqa emaslar. Bor shunaqalar. Yeri qancha uzoq bo'lsa, qancha yo'q bo'lsa shuncha xursand bo'ladi. Menga keladi-ku dardini aytib. Shu o'lmadi, qutulmadi deydi. Xudo asrasin. Hadicha ona erta chiqamiz-ku, ertadan keyin Xiroga. Hadicha ona 55 yoshlar, 55 yosh. Yo'l yo'q, zina yo'q. Tosh ko'rasizlar yo'lning chetida. Hozir zinalar bor, oson qo'ygan. O'sha toshlardan chiqib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga vahiy kelganda xizmat qilgan. Buni tarixini ertaga aytib beraman. Xiroga chiqqanda hammasini hozir gapirib qo'yib berdik, Xiroga chiqqanda o'tirmayman jimligida. To'g'rimi? Bizlar bir kursdoshimiz imom bo'ldim deydi. Imom bo'ldim deydi. Imom bo'ldim. İmonlikka saylandim, hali jumaga 5 kun 6 kun bor. Har kuni uyga kirib olib, bir o'zim shunaqa ma'ruza qilaman. 1 soat, yarim soat, 1,5 soat ma'ruza qilaman deydi. O'zim rosa ma'ruzani qilaman. Jumaga chiqdim deydi. Qarasam 100 ta, 1000 ta ko'z mana shunday qarab turibdi deydi. Tamom bo'ldim deydi. Tamom bo'ldim deydi. Qarang. 1,5 soat qilayotgan ma'ruzamni 10 minutda tugatib qo'yman deydi. Nima deyishimni bilmayman. Hali jumaga. Hali bir imom o'sha jamoatga gapga qolganda gapirib qolaman-da. Var 10 minut o'qib berdi-da tezisi. 10 minut, qarasa 20 minut vaqt bor. Jamoat o'tirganmiz. Bu nima deyishga gap yo'q. Kimda qarabdi-da, sizlar meni gapimni yaxshi tushunmadingiz shekilli, boshqa o'qib beraman. Hadicha onamni mana ziyorat qildik. Salomlarimiz bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatih Makkaga kelganda bitta bayroqni Ka'batullohning tepasiga Hazrati Bilolga tiqtirdilar. Islom bayrog'ini tiqtirdilar. Ikkinchi bayrog'i kelib Hadicha onamni qabrlariga qo'ydilar. Tiqdilar. Ey Hadicha dedi, islom dinini shu darajaga yetishiga seni xizmating cheksiz dedi. Ertaga Oysha onamni Hadicha onamga qilgan rashqlari to'g'risida, vafot topayotgan paytlarda payg'ambarimizga qilgan vasiyatlari to'g'risida, Xiroga qanaqa chiqqan, nima chiqqan, o'shalar haqida Xiroda gapirdi. Ha? Nafaqat bizniki, butun O'zbekistonimizniki, O'zbekiston fuqarolarini xatni qabul qilasiz. O'qidingizmi? Xatni Qur'onni. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Amin. Bizlarning qadamlarimizni mo'tabarlarni dargohiga, sani Ka'bang atrofiga, sani Ravzang atrofiga kelishga loyiq bo'lmasa-da, marhamating, karaming, saxovating, bizlarga bo'lgan mehring, bizlarga bergan ne'mating tufayli Parvardigor, ota-onalarimizni duosi, mana shu qo'l ochib turgan hojimizga xojonalarimizni ham uchun, oilasi uchun, yetim yesirlar uchun qilgan bir yaxshi ishi yoqib shu bandam meni xursand qiluvdi, bir yetim bandamni xursand qiluvdi, men endi buni xursand qilaydi, mana shu yerlarga olib keldim. Ya Robbi, senga hamd sanolar bo'lsin. Onamiz Hadicha onamizni ziyoratlariga keldik. Xatmi Qur'onlar bilan keldik. Allohim xatmi Qur'onlar savobini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga adoya qildik. 25 yil davomida har nafasda maslahat, har qadamda yelkama-yelka turgan Hadicha onamni ruhlariga olib keldik. Allohim sen qabul qilgin, ruhlarni shod qilgin. Sendan yo'l bu zotni sen zikr qilaysan. Bu zotga sen salom yuborgansan. Bu zotdan sen rozi bo'lgansan. Ey Allohim, mana shu rozi bo'lgan onamiz qattiq hurmatlari, butun O'zbekistonimizning ayollari, onalarimiz o'tib ketgan, dunyoda hech narsani ko'rmadi bechoralar. Shu turadi, olov yoqib o'choqda suv isitadi, ovqat pishiradi, kir yuvadi, bollarni oqyib, bollarni oqtarib, qon joyi sidir, undan boshqa narsa bir shaharga Toshkent nimaligini ko'rmagan onalarimiz.
Parvardigor shu onalarimizni Xudoga Parvardigor yaxshiga qildi. Hadicha onam hurmatlari o'tib ketgan onalarimizni Xudo bunlarni ular bizlardan loyiq edi bu kelishga. Odobi, oqibati bor edi. Yerlarni hurmat qilardi. Yeri bitta qo'mraysa hammasi istroysa bo'lardi. Hali shoshmay turgin, sani dadang kesildi, bir og'iz gapirsa butun farzandlar istroysa bo'lardi. Shu onalarimizni Hadicha onam hurmatlari ularni gunohlarini kechirib Parvardigor. Ularni siyosat tufayli namozlarni o'qiy olmadi, ro'zalarni tuta olmadi, lekin senga bo'lgan muhabbati bor edi. Bolalarni to'sganda qiblaga qarab to'smadi, qiblaga qarab oyoq uzatmadi. Parvardigor ular odobli edi, ular sharmi hayolik edi. O'sha onalarimizdan mag'firat qil Parvardigor. Ularni gunohlarini kechirib Parvardigor. Hadicha onamning hurmatlari yurtimizda hozir istiqomat turgan va biz bilan birga mana shu ziyoratga kelgan barcha hoji onalarimizni, oila a'zolari, qizlari, kelinlari, nevaralarini Xudo taborak va taolo Parvardigor hammasini Hadicha onamni xulqlarini bergin, Hadicha onamni sadoqatlarini bergin, Hadicha onamni vafolarini bergin, Hadicha onamni hurmatlarini bergin. Rasulullohni rozi qildilar. Hadicha onam o'tayotganlarda Rasululloh rozichiliklarni e'lon qilganlar. Alloh shu onalarimizdan dunyodan o'tayotganda yerlari roboda orqada qolsa, man sendan roziman, sen ham xizmatlaringga rozi bo'lgin, oxirating obod bo'lsin, Xudo xohlasa jannatda ko'rishamiz degan duolar bilan duolash Xudo hamma onalarimizga, hamma qizlarimizga nasib qilsin. O'zbekni, musulmonni nomiga dog' tushirayotgan, har xil fohisha yo'llarga, buzuq yo'llarga yurib, musulmonni poyiga bolta urayotgan o'zbek ayollariga, musulmon ayollariga insof ber. Xudo o'zingdan qo'rqit, ularni ham to'g'ri yo'lga boshla. Agar bir xonadonga kelin bo'lsa, gullatib qo'yadigan salohiyati bor, duo oladigan salohiyati bor, lekin nafsga quliga aylanib, shaytonning lashkariga aylanib ko'cha-ko'ylarda harom-xarish yuribdi. Erta ularning oxirati nima bo'ladi? Parvardigor, ularni Parvardigor o'zing to'g'ri yo'lga boshla. Lekin majbur xizmat, ish, bola chaqa boqish kerak, boquvchisini yo'qotgan, ko'chaga chiqmasa, ishlamasa bo'lmaydigan ayollar bor. Chunki ishlamasa bolasiga non yo'q, kiyim yo'q. Alloh shu ayollarga rahim qilsin Parvardigor. Oyba qazidangdan bergin Parvardigor. Shularni bolalarini bag'rida katta qilgin Parvardigor. O'zidan avval farzandini yerga qo'yib, qabrga qo'yib, meni jonimni olguncha, bolamni jonini olguncha meni jonimni olsang bo'lmaydi farzand dog'ida necha yildan beri kuyib o'tirgan. Alloh shu onalarga sabr bergin Parvardigor. Farzandlarning umrini uzoq qilgin. Bemorxonalarda, shifoxonalarda kasal, og'ir, ofqon, raklarga chalingan, tepasida o'tirgan onasi bir minut mijja qoqmaydi. Parvardigor bolamga bergan daydigini menga bersang bo'lmaydi deb so'rashganlarga. Alloh shu onalarning duosini ko'z yoshining inobatga olib bolalariga shifo ber Parvardigor. Parvardigor o'g'il uylantirdi, kelin oldi, hali hanuz farzandga zor, nevaraga zor. Yo Alloh, ularga o'zing nevaralar bergin, farzandlar bergin. Qiz chiqargan, xudolar oldida hijolat, qizi tug'masligan nom bilan og'ir yukni ko'tarib yuribdi. Oilasi ajrashish arafasida. Parvardigor shu yoshlarga rahim qilgin. Ularni o'rtasini, rishtasini bog'laydigan farzandlar ato qilgin. Hijolatligini ko'targin, xudolarning oldida tilini qisib qo'ymagin. Parvardigor yurtimizga o'zingni rahmatingni, o'zingni barokotingni olgin. Yurtimiz tinch, bizlar mana shu yerda yuribmiz. Notinch bo'lsinchi, bir kun kela olmaydi. Mana Suriya bilan Iroqqa urushida qarang, bizniki qancha uzoq, lekin kela olmadi-yu, ucha olmadi-yu. Demak, bir yurtni notinchligi boshqa joylarga, Xudoyo butun dunyoga tinchlik bersin. Falastin musulmonlarga yordam bersin. Allohim qarzonlarga najot bersin. Bemorlarga shifo bersin. Ishi yurishmayotganlarning ishlariga Hazrati Hadicha onamiz singari ishlariga barakot bersin. Safarda yurganlar bor, bola chaqa g'amida yurgan hammasini Xudo salomat, halol pul bilan ota-onalarning oila bag'riga qaytarsin. Qaniydi bir yaxshi kelin bo'lsa, xizmat qiladigan, o'g'limni baxtli qiladigan kelin bo'lsa, qilardim deb yurgan ota-onalar bor. Allohim qizlar, o'g'illariga o'zing yaxshi ko'rgan kelinlarni ber. O'g'lini baxtli qilgin, o'g'lini baxtidan ota-onalari ko'zlari quvonsin. Seni ne'matingga shukr qilgin. Qani qizimga yaxshi bir joydan kuyov kelsa, taqvodor, ibodatli, hayoli, iffatli, haromdan hazar qiladigan bo'lsa turganlar bor. Ilohim qizlariga qori, Qur'on yodlagan kuyovlar nasib qilgin.
hammalariga shirin shakar navoralar bilan ko'zini qo'ymoqchi. Allohim hammalarimizni ziyoratlarimizni qabul qilib, oralarimizda dardman bo'lsa ham, oyoq og'rigan, bel og'rigan, har xil kasal bo'lsa ham, lekin mashaqqatga sabr qilib, Hadicha onamni hurmatlari uchun keldik. Hadicha onamni hurmatlari, Parvardigor guruhimizdagi barcha bemorlarga Alloh o'zingdan yolborib so'rayman. O'zlarining ibodatiga o'zlari yarab birovga muhtoj bo'lmasin. Safarimizni bexatar qilib, sog' salomat gunohlardan xoli bo'lib, vatanga qaytib, yana tez kunlarda, tez oylarda umralarga, hajlarga kelishimizni hammamizga nasib. Ibodat, Ka'bani ibodat qilishimiz hayzini bizlarga uzib qo'ymagin Parvardigor. Ka'baga ko'rishlikda ko'zlarimizni quvonchini uzib qo'ymagin Parvardigor. Ka'ba atrofida qo'limizni ko'tarib duo qilishlikdan uzib qo'ymagin. Namoz o'qishlikdan uzib qo'ymagin. Hamma guruhimiz a'zolarini, hamma yurtimizdan kelgan umrachilarni o'zingga topshirdim Parvardigor. Sen omonatga diyonat qilsan, ikki dunyo saodatiga nasib. Sallallohu alayhi va sallam.